Assalamu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz mərhum tarixçimiz Turg'un Almas Əpəndi yazgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Bugungi o'qiydigan tema Yusuf Qadirxon va Sultan Mahmud G'aznavi. Mansur Arslanxonning vaqtida Qaraxoniylarning hayotida xeyli jiddiy voqealar yuz berdi. U Qaraxoniylar taxtiga o'ltirishning harpisida, ya'ni milodiy 1017-yili Sultan Mahmud G'aznavi Xorazmni besib oldi. 1019-yili Qaraxoniylarning Xorasonga qilgan yurishi fojialik mag'lubiyat bilan oyoqlashdi. Qaraxoniylar og'ir ahvolga duch kelganligidan foydalangan Ali Tekin O'g'izlarning yabg'usi Arslan Isroil yabg'u bilan ittifoqlashib, Mansur Arslanxonga qarshi isyon ko'tardi. Ali Tekin milodining 1020-yili Buxoroni besib oldi. Mansur Arslanxon Ali Tekinga qarshi urushgan bo'lsa-mu, O'g'izlarning yordamiga ega bo'lgan Ali Tekindan yengilib qoldi. Shu chaqlarda Shimoliy Ilikxon To'g'on bir olamdan o'tdi. Uning o'rniga Ilikxon bo'lgan To'g'onxon 2 isyon ko'tardi. Mana shundaq sabablardan ko'ra milodining 1024-yili Mansur Arslanxon taxtdan voz kechdi va olamdan o'tdi. Uning o'rniga Ahmad To'g'onxon 2 o'ltirdi. Ahmad To'g'onxon 2 Harun Bug'roxonning nevrisi, ya'ni Hasanning o'g'li edi. Ahmad To'g'onxon 2 isyonni bisiqtirg'icha milodining 1025-yili uning tog'isi, ya'ni Hasanning ukisi Yusuf Qadirxon Qaraxoniylarning cho'ng xoni bo'lishga muyassar bo'ldi. Yusuf Qadirxon isyon ko'targanlarni bo'ysundirish uchun milodining 1025-yili Qashqardan yo'lga chiqib, Shimoliy Ilikxon To'g'onxon 2ning ustiga bostirib bordi. Balasog'un atrofida bo'lgan urushda Yusuf Qadirxon mag'lub bo'ldi. Bu voqeadan xabar topgan Ali Tekin taxmi ruhlanib, Qaraxonlarning cho'ng xoni bo'lishga intildi. U milodining 1021-yili O'g'izlar bilan birlashib Buxoroni besib olgan bo'lsa, milodining 1025-yili O'g'izlarning yabg'usi Arslan yabg'u bilan birlashib Yusuf Qadirxonga qarshi yana isyon ko'tardi. O'g'izlar Sir daryoning tuvan iqimidagi Janit shahri va uningga yondosh bo'lgan joylarga joylashdi. U chaqlarda O'g'izlarning faoliyatiga O'g'izlarning mashhur begi Seljuk begning o'g'illari yetakchilik qiladi. Shimoliy Ilikxoni To'g'onxon 2ning isyon ko'tarishi va Ali Tekinning O'g'izlar bilan birlashib Qaraxonlarning markaziy hokimiyatiga qarshi harakat qilishi Qaraxonlar davlatini ichki jihatdan og'ir qo'rqinishga silib qo'ydi. Bundaq ahvolning yuz berishi yana bir tarafdan G'aznavilar uchunmi og'ir xavf edi. O'g'izlar kuchlanib ketadigan bo'lsa, ularning Qaraxonlar bilan G'aznavilarga o'xshashla xavf soldiganligi Yusuf Qadirxon bilan Sultan Mahmudga aniq ma'lum edi. O'g'izlar qadimgi chaqlarda Osiyoning shimolida, ko'k turklarning shimolida yashaydi. O'g'izlar Jungolning yilnomalarida tarixiy xotiralar va Xan sulolasi yilnomasi Vullar haqida qissada milodidan 2 asr ilgari Sui sulolasi yilnomasi Turalar haqi qissada milodidan 4-asrda tilga elindi. Urxun yadigarlıqlardan 1-2 asr burun, ya'ni 6-asrda, Yansay Urxun yeziqda yezilgan bir yadigarlıqda O'g'izlarning nomlari yezilgan. Yadigarlıqda O'g'izlarning xoni Өр-Yekin Alip Turanning kichigidilla vafot bo'lganligi xotirlangan. Uyg'ur Urxun qag'anligi davrida 10 Uyg'ur 9 O'g'izlar ko'k turk qag'anligini ilkiga olgan edi. 840-yili Sharqiy Uyg'urlar O'g'izlarmi buning ichida hozirgi Mong'oliyadan g'arbga qarab ko'chganda O'g'izlarning nihoyat ko'p qismi g'arbga yurib Aral dengizi va Kaspiy dengizining shimoliga ko'chib kelgan. Mong'oliyadan g'arbga ko'chgan O'g'izlar Idil, Yoyiq daryolarining bo'ylarigacha kelib makonlashgan. O'g'izlar bir mezgil, ya'ni 850-yildan 965-yilgacha Hazar qag'anligiga qaragan. Sharqiy O'g'izlarning Mong'oliyadan g'arbga ko'chib kelgandan keyingi xonlaridan To'qsurmish elchi, To'g'on beg, Erturul beg, Pazlan, Taqoq qatorliqlar ma'lum. O'g'izlar milodining 850-yillardan boshlab Hazarlarga bo'ysunganda ularning qiniq uruqidan chiqqan
Taqaq atlı xani Hazar qağalıqda yabğu bolğan. Miladining 903-yili Taqaq bəy öldürülgan. Miladining 910-yili Taqaq bəyning 25 yaşıq oğlu Selçuk bəy Subishi bolğan. Selçuk bəy nəhayət qabiliyyətlik, batur, aqıllı, xushxuy, mərd yigit idi. Qoşunlar onu nəhayət yaxşı görgənlikdən onunğa şərtsiz boysunatdı. Xalqmı onu nəhayət yaxşı görüb, qızğın hörmətlədi. Şu səbəbdən Oğuz yabğusi Selçuk Subishining esyan kötürüşidən ənsirəb, onu öldürüşünün qoyuğa düşkən. Selçuk bəy özüge kelib bu xəvifni sezib, miladining 915-yili 100 atlıq yigitning həmrahlıqda 1500 töyə 50.000 qoyunu elib, Sir daryoning oyoq eqimidagi Janit rayoniga kelgan va shu yerdagi musulmonlarning ta'sirida musulmon bo'lgan. Ba'zi bir tarixiy manbalarda Oğuzlarning yabğularining Hazar qag'onining o'rin bosarlari sifatida hukmronlik yurgizganligi ta'kidlanadi. Selçuk bəyning İsrail, Mikail, Davud, Yusuf, Musa adlıq o'g'illari bor edi. Bu ismlardan qaraganda Oğuz xonlari Yahudi diniga e'tiqod qiladigan Hazar qag'onlarining ta'sirida shaman dinini tarik etib Yahudi diniga kirgan bo'lsa kerak. Ondaq bo'lganda Selçuk bəy miladining 915-yili atrofida Yahudi dinini tarik etib islom diniga kirgan bo'ladi. İbn Pezlan öz sayohatnomasida miladining 922-yili avatilgan arab elchilarining xalifa Muqtadirning maktublarini Bulg'ar, Hazar, Oğuz xonlariga sunib, ularning musulmon bo'lishini o'tinganligini bayon qilgan. Shu chaqda Hazar qag'onligida yabg'u unvonini olgan Oğuz yabg'usining kimligi ma'lum emas. Biz Oğuzlarning Selçukdan burunqi xonlaridan To'qsurmish elchi, To'g'an bəy, Ertuğrul bəy, Taqaq bəylərini başta tilg'a aldık. Selçuk bəyning 5-chi bovisi To'qsurmish elchining otisi Kirakochi Xo'ja degan bir bəyning nomini İbn Pezlan tilg'a oladi. Aslini surishtirganda uning nomi Kirakochi Xo'ja bo'lmasdan, balki Kirigichi idi. Chunki ajdodlarimizning chorvachilik hayotidagi uylari kigizdan tikilgan yumaloq uylar bo'lib, bundaq uylarga yog'ochdan qilingan kirigilar lozim edi. Demak, Oğuzlarning xoni Kirakochi Xo'ja nihoyat usta yog'ochchi bo'lib, uning kishilar kirigichi deb ataladi. U kigiz uylarni qurishda lozim bo'lgan kirigilarni yasaytdi. İbn Pezlan kirigichi so'zini Kirakochi Xo'ja deb xotirlab qo'ygan. Selçuk bəy bilan Oğuz yabğulları arasidagi ziddiyat 10-asrning oxirlarigacha davom qildi. Miladining 965-yili Hazar qag'onligi Kiyev Rus kinazi Svyatoslav tarafidan yo'qitilgandan keyin Oğuzlar Qaraxonlarga bo'ysungan edi. Shuningdan boshlab Oğuzlarning hammasi musulmon bo'lgan. Chunki bu chaqlarda Qaraxonlar davlati islom dinini davlat dini sifatida qabul qilib, shamanizmni tashlagan edi. Miladining 990-yili Selçuk bəyning o'g'illari Oğuz xonligini tashkil qildi. Bu xonlik 990-yildan 1040-yilgacha hukm surgan. Aral dengizining sharqiy shimolidagi Yakent, ya'ni Yangi kent Oğuz xalqining poytaxti bo'ldi. Shu chaqlarda Oğuzlarning soni millionga yetib, nihoyat jangovar kuchga aylangan edi. Selçuk bəyning Mikail bəy, İsrail Arslan yabg'u, Musa İnanç yabg'u, Yusuf İnal bəy qatorliq 4 o'g'li bor edi. Oğuz xalqiga İsrail Arslan, Yusuf İnanç, Musa İnanç, Ertaş yabg'u qatorliqlar yabg'u bo'lgan. Oğuzlar miladining 965-yilidan 1040-yilgacha gohi Qaraxonlarga, gohi G'aznavilarga bo'ysunib turdi, gohida qarshi chiqdi. Mana shu Selçuk o'g'illari boshchiligidagi Oğuzlarning miladi 1025-yili Qaraxonlarning xonlari bilan birlashib, Qaraxonlarga qarshi chiqishi Yusuf Qodirxon bilan Sultan Mahmud G'aznavining ittifoqlashib, Selçuk o'g'illariga qarshi harakat qilishini keltirib chiqardi. Yusuf Qodirxon miladining 1025-yili Sultan Mahmud huzuriga, ya'ni G'aznaviga elchi avatdi.
Sultan Mahmud Qashqardan G'aznaviga kelgan Qaraxoniylarning elchilarini nihoyat qizg'in qarshi oldi. Yusuf Qadirxon Sultan Mahmudning o'z elchilari orqali avatgan talablarini qabul qilib, isyonchilarga birlikda jazo yurishi qilishga ma'qul bo'lganligidan to'liqmi xushal bo'ldi. Öz elchisidan bu xushallarni xabardan olgan Yusuf Qadirxon nurg'un sonli Qaraxoniy qo'shinlariga o'zi bosh bo'lib, Qashqardan Samarqandga qarab yo'lga chiqdi. Ayni vaqtda Sultan Mahmudmu cho'ng qo'shinga bosh bo'lib, Balixdan yo'lga chiqib, Amu daryoning zanjiri bilan bir-biriga chetilgan kemalardan silingan laylatma ko'rikidan o'tib, Samarqandga qarab mangdi. Samarqandga yaqinlab kelgan Yusuf Qadirxon bilan Sultan Mahmuddan qo'rqqan Ali Tekin bilan Isroil Arslan Yabg'u Samarqand va Buxoroni tashlab chiqib, Nur Ata rayoniga qochdi. Sultan Mahmudning harbiy yo'lboshlaridan biri bo'lgan Bilgi Tekin boshchiligidagi G'aznavilar qo'shini Ali Tekinning orqasini qo'g'lagan bo'lsa-mu, uningga yetisholmadi. Faqat Ali Tekinning xotin, bola chaqalarini asirga elib qaytdi. Sultan Mahmud Qaraxonlarning xon jamiyatidan bo'lgan asirlarga izzat, hurmat bilan muomala qildi. Kelgusida yuz berish ehtimoli bo'lgan voqealarni oldin sezilgan aqlli Sultan Mahmud Ali Tekinga qattiq zarba berishni xohlamaydi. U Qaraxoniylar ichida yuz bergan ziddiyatlardan nihoyat ustalik bilan foydalanishni ko'zlaydi. Shunga Sultan Mahmud Ali Tekinni uzil-kesil bo'ysundirishga qiziqmadi. Ali Tekin bilan Isroil Arslan Yabg'u qochgandan keyin Yusuf Qadirxon bilan Sultan Mahmud Samarqand yanida shahona ta'tillar, kimxoblardan Chidir bargohlarini tiktirib, nihoyat jiddiy masalalar to'g'risida suhbatlashib, to'xtamnoma tuzishga kirishdi. Bu ikki podshoh misli ko'rilmagan tantana bilan uchrashdi. Fars tarixchisi Bayhaqi, Gardizilar tarixiy Mas'ud va Zeynul Axbar nomli tarixiy asarlarida bu uchrashish to'g'risida tafsiliy ma'lumot bergan. 9-asrda yashagan Fars tarixchisi Gardizi o'zining Zeynul Axbar degan asrida Samarqandning janubida bo'lgan bu uchrashish to'g'risida ta'sirli hikoya qiladi. Her ikki podshoh birinchi sovg'a sifatida bir-biriga nihoyat qimmat baholiq esil toshlarni berishib salomlashidi va bir-biriga iltifot qilishidi. Ahvolni hisobga olgan Mahmud G'aznavi Qadirxonni o'z qarorgohining ortiq darajadagi zebbu zinnatlari, boyligi va o'z xonadonining mehmon do'stligi bilan hayron qoldirmoqchi bo'ladi. U Qadirxon uchun oltin chidir tikishga, uning ichini va teshini bezashga va bo'libmi xilma-xil yemak-ichmaklar va qimmatbaho sovg'alar tayyorlashga buyruq bergan. Chidir haqiqatan ajoyib bezalgan edi. Onun bir qancha bölümleri bo'lib, birinchisida tomoq yeyilsa, ikkinchisida ko'ngil ichilatdi. Gardizi Mahmud G'aznavining Qaraxoniylar xoniga qilgan sovg'atlarini bir-birlab sanab o'tdi. Bu yerda qimmat baholiq toshlar, oltin va kumush qadahlar, oltin yuganlik ajoyib otlar, tishi pillar, chidirlar, qimmat baholiq gilamlar va boshqa ko'p narsalar bor edi. Qadirxon o'z qarorgohiga kelgandan keyin bu boyliqlarni ko'rdi. U shundoq ko'p narsalarni sovg'a qilgan qudratli podshoh oldida xijil bo'lib qolmaslik uchun o'zidagi eng yaxshi narsalarni yig'ishga buyruq berdi. Qadirxon nihoyat ko'p pul, egar jabduqlari, oltin bilan zinnatlangan ajoyib otlar, oltin kamarlik turk g'ulomlari, so'sar, oq so'sar, qora tulka mo'ynalari va boshqa narsalarni yig'dirdi va ularning hammasini Mahmud G'aznaviga avatdi. Bir necha kun davom qilgan suhbatlar orqali Yusuf Qadirxon bilan Sultan Mahmud G'aznavi orasida nihoyat muhim ikki turlik to'xtamnoma tuzildi. Birinchi to'xtamnomada zarur tepilganda har ikki tarafning bir-biriga qo'shin yordam berib, jiddiy masalalarni bartaraf qilishi bekitildi. Ham Ali Tekinni yo'qitib, Yusuf Qadirxonning o'g'li Yag'on Tekinni g'arbiy elikxoni qilib tayinlash alohida ta'kidlandi. Ikkinchi to'xtamnomada Qaraxoniylar bilan G'aznavilar davlatining amonligiga xavf silayotgan Seljuk o'g'illari boshchiligidagi o'g'izlarning kuchlarini yo'q qilish, buning uchun ularni Qashqar, Xorason va Eronning boshqa joylariga tarqatib o'tishmi qaror qilindi.
Mana shu yuqoridagi mazmunlarni o'z ichiga olgan do'stlik asosidagi to'xtamnomalarning amalga oshishini kafolatlantirish uchun Sulton Mahmudning qizi Malika Zaynabni Qaraxoni shahzotlaridan Yag'on Tekinga, Qaraxoni bekasi Shah Malika Shah Xotunni Sulton Mahmudning varisi Sulton Muhammadga yotliq qilish belgilandi. Biz yuqorida aytib o'tgandek, Yusuf Qodirxon bilan Sulton Mahmud G'aznaviy Samarqandga yaqinlab kelganda, G'arbiy Elik xon Ali Tekin Mavara un-Nahrini vaqtincha tashlab ketishga va o'zining ittifoqdoshlari bo'lgan Zarafshon daryosining o'ng qirg'idagi Nur Ata rayoniga ko'chib yurgan o'g'izlar orasiga berishga majbur bo'ldi. Samarqanddagi uchrashda Yusuf Qodirxon bilan Mahmud orasida muhim to'xtamnomalar tuzilgandan keyin Sulton Mahmud Nur Ata rayonidagi o'g'izlarga qarshi qo'shin mangdirdi. G'aznaviy qo'shinlari Seljuk bekning o'g'li Isroil Arslan Yabg'uni tutib keldi. Sulton Mahmud Arslan Yabg'uni qo'yib berdi va uni o'z tavallari bilan G'aznaga kelishga unatdi. Milodining 1026-yili Sulton Mahmud G'aznaga qaytdi. Dal shu chaqda Shimoliy Ilixoni To'g'onxon 2 Yusuf Qodirxonning kechirim qilishini so'rab, uningga qaytadan bo'ysundi. Yusuf Qodirxon Mavara un-Nahriga ketgan chaqda Xotan xonligi bilan Uyg'ur Idiqut xonligi isyon ko'tarib mustaqillik jakarladi. Uyg'ur Idiqut qag'onligi milodining 1027-yili fevral oylarida Sulton Mahmudga elchi avatib, Yusuf Qodirxonga qarshi bir to'xtamnoma tuzishni talab qildi. Sulton Mahmud Uyg'ur Idiqut qag'onligining elchilarini so'g'uq qarshi oldi va ularning talabini qat'iy rad qildi. Tarixiy xotirlarga qaraganda, shu chaqda Qitan xonligimi o'z elchilarini Uyg'ur Idiqut elchilariga hamroh qilib, Sulton Mahmudning huzuriga, ya'ni G'aznaga avatgan edi. Yusuf Qodirxon Mavara un-Nahridan Qashqarga qaytib keldi va Xotan xonligi bilan Uyg'ur Idiqut qag'onligining isyonlarini bostirishga kirishdi. Yusuf Qodirxon milodining 1026-yilning oxirida Xotan xonligini Idiqut qag'onligini qaytadan bo'ysundirdi. Qitallarning yordamini olgan Idiqut Uyg'urlari mag'lub bo'lib, Qaraxonlarga bo'ysungan bo'lsa-mu, faqat silliq to'lash majburiyatini ustiga ilib, ichki jihatdan mustaqillikni saqlab qoldi. Yusuf Qodirxon Mavara un-Nahridan Qashqarga qaytib keladigan chaqda Sulton Mahmud bilan tuzishgan to'xtamnomaga binoan o'g'izlarning bir qismini Qashqar atroflariga ko'chib berishga da'vat qilgan edi. Chag'ribek bilan To'g'rilbeklar Yusuf Qodirxonning qilgan so'zlariga ishonmay, Qashqar atroflariga ko'chib berishga unumadi. Sulton Mahmud G'aznaga qaytgandan keyin Arslan Yabug'iga yozgan xatida uningga nihoyat yaxshi va'dalarni berdi. Sulton Mahmudga ishongan Arslan Yabug'i o'g'izlarning bir qismini ilib G'aznaga borgan bo'lsa-mu, uning jiyanlari o'g'izlarning ko'p qismi bilan o'z joyida qoldi. Arslan Yabg'u G'aznaga borgan hamon tutqun qilindi. Arslan Yabg'u qatorliq bir qism o'g'iz baglari Hindistondagi mustahkam qo'rg'onlarning biri bo'lgan Kalanjir qo'rg'oniga qamaldi. Arslan Yabg'u ancha uzun o'tmay o'ldi. Arslan Yabg'u o'lgandan keyin o'g'izlarga Yusuf Inanch, ya'ni Seljuk bekning 4-o'g'li Musa Inanchning o'g'li Yabg'u bo'ldi. Bu chaqlarda o'g'izlarning harakatiga asosan Seljuk bekning navrlari Chag'ribek bilan To'g'rilbek yetakchilik qilishga boshlagan edi. O'z yurtlarida qolgan Chag'ribek va To'g'rilbeklar tog'isi Arslan Yabg'uning beshiga kelgan fojiadan savoq elib Yusuf Qodirxonning ularni Qashqar atroflariga ko'chib berib makonlashiga qilgan da'vatiga unumadi. Yusuf Qodirxon Qashqarga ketgandan keyin Ali Tekin qaytadan bosh ko'tarib harakat qilishga boshladi. Seljuk bekning navrlari To'g'rilbek bilan Chag'ribeklar Ali Tekinning harakatini qo'llamadi. Faqat Seljuk bekning navrisi Yusuf Inanch Yabg'u Ali Tekinni qo'lladi. Yusuf Inanch Yabg'u Seljuk bekning 3-o'g'li Musa Inanchning o'g'li edi. Yusuf Inanch Yabg'uning yordamiga ega bo'lgan Ali Tekin Samarqand va Buxoroni ishg'ol qilib, mustaqil holda hokimiyat yurgizishga boshladi. Yusuf Qodirxon Ali Tekinni yo'q qilish uchun Mavara un-Nahriga qo'shin mangdirdi. Yusuf Qodirxonning qo'shinlari Ali Tekin tarafidan tarmar qilindi.
Yusuf Qadirxon bundaq ciddi ahvol tug'ilganda, o'g'li Yag'an Tekin boshchiligida Sultan Mahmudga elchi avatib, Ali Tekin va Yusuf Inanch Yabg'o'ga qarshi urushga uning yordam berishini talab qildi. Sultan Mahmud Hindiston yurishidan qaytib kelgandan keyin yordam beradigan bo'ldi. Natijada Ali Tekinga qarshi qilinadigan jazo yurishi kechiktirildi. Dal shu chaqda Sultan Mahmud Hindistonga qilinadigan 16-chi qitimliq nihoyatda mashhur yurishga hozirlik qilayotgan edi. Bu yurish Hindistonning Gujarat rayonini besib olish bilan oyoqlashdi. Bundaq yaxshi fursatdan foydalangan Ali Tekin Yusuf Inanch Yabg'uni o'ziga yordam berishga unumgan Chag'irbek bilan To'g'rilbekka hujum qilishga buyurdi. Yusuf Inanch Yabg'u Ali Tekinning buyrug'ini o'rindamadi. Aksicha maxfiy holda o'z qarindoshlari Chag'irbek va To'g'rilbek bilan birlashib oldi. Bu ishni sezib qolgan Ali Tekin Yusuf Inanch Yabg'uni o'ldirdi. To'g'rilbek bilan Chag'irbeklar Yusuf Inanch Yabg'uning qisosini olish uchun Ali Tekinga hujum qildi. Boshda O'g'izlar g'olib keldi, keyin mag'lub bo'ldi. Chag'irbek bilan To'g'rilbek Ali Tekin tarafidan mag'lub qilingandan keyin O'g'izlarni boshlab sharqqa yurib Qashqarga keldi. Ular Yusuf Qadirxonga bo'ysunganligini bildirib, Qashqar atroflarida makonlashdi. Bu voqea milodining 1028-yili bo'lgan edi. Milodining 1028-yili Ali Tekin Yusuf Qadirxondan kechirim so'rab, Qaraxoniylarning markaziy Qashqarga bo'ysunganligini bildirdi. Yusuf Qadirxon Qashqar atroflariga ko'chib kelgan O'g'izlarning baglari Chag'irbek bilan To'g'rilbeklarni tutib qaboqqa ilish uchun ularni biror ishga bahona qilib oldiga chaqirdi. Ammo ularning ikkisi birla vaqtda Yusuf Qadirxonning qishig'i bormadi. Biri kirsa, yana biri yuz berish ehtimol bo'lgan jiddiy voqealarga taqobil turish uchun tayyorlanib turdi. Hech iloj qila olmagan Yusuf Qadirxon yolg'iz kelgan To'g'rilbekni tutqun qilib qamoqqa oldi. Bu voqea yuz bergandan keyin Chag'irbek O'g'izlarni ergashtirib Qashqardan qochdi. Chag'irbek yo'lda ketib o'tib, Qaraxoniylar jamiyatiga mansub bo'lgan bir qancha shahzodalarning ov qilayotganligini ko'rdi. Aqlli ham tadbirli Chag'irbek Qaraxoniy shahzodalarini asir ilib, ularni o'zi bilan ilib mangdi. Yusuf Qadirxon asirga ilingan shahzodlarni qutuldirib qilish uchun To'g'rilbekni qamoqdan chiqarib, uningga nurg'un sovg'alarni berib, uningdan Qaraxoniy shahzodalarini omon-eson Qashqarga yo'lga silib qo'yishga va'da oldi. Chag'irbek Qashqardan qochqancha Janit rayoniga berib to'xtadi. Uning orqasidan yetib borgan To'g'rilbek asir qilingan Qaraxoniy shahzodalarini izzat-hurmat bilan Qashqarga yo'lga silib qo'ydi. Bu voqea milodining 1029-yili yuz berdi. Qashqardan Janit rayoniga kelgan O'g'izlar bu joyda turishni ap ko'rmadi. Janit rayoni Shimoliy Ilikxonning boshqarishidagi joy bo'lib, Qaraxoniylarga qaraydi. Shuning uchun Chag'irbek bilan To'g'rilbeklar Xorazm valisi Harundan yer talab qildi. Milodining 1034-yili Harun O'g'izlarga Xorazm territoriyasidan yetarlik joy ajratib berdi. Shunda qilib bu qitimliq o'qishimiz bu yergacha bo'ldi. Davomini kelgan qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.